500 qadam yurdingiz, hasrat yoki undan kam. Bu yurak yetishmovchilik belgilaridan biri hisoblanadi. Ya'ni tashxisda funksional klass degan tashxis qo'yiladi. Endi qo'shimchasiga EKG yomon, eho yurak mushaklarining holati yomon, yurak urish kuchi 60 dan pastga tushib ketgan, davleniya oshadi, yurak tez uradi, yurak sohasida og'riqlar bor. Eng asosiysi millionlab rasxod bor oyiga, dorilarga. Endi bunaqa holatda qanaqa yordam bersa bo'ladi? 3 ta giyoh bor. Yurakning giyohi. Bu bittasi do'lnik, ikkinchisi labaznik, uchinchisi artesifon. Har biridan 50 gram olasizlar, kukun holatiga keltirasizlar. Olgandan keyin kukun holatiga keltirgandan keyin bir choy qoshiqni bir choynakka solib, ustidan 400 ml suv solasizlar va uni 30 minut damlaysizlar. Har ovqatdan oldin ertalab kechqurun 50 ml dan bir oy ichsanglar juda ham ko'p va juda ham yaxshi natijalarga erishasiz. Ayniqsa kechga borib oyog'i ishadiganlarning shishlari ketib, yurak fraksiyasi, yurak urish kuchi yaxshilanadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar doktor Kamilov.